Shunaqangi yomon ahvolga kelib qolgan gilamlarimni yuvilgandan keyingi postli holatini ko'rsangiz, siz ham aniq shokka tushasiz. Bahor kelib kunlar isigandan keyin generalniy uborkani birinchi bo'lib gilamlarimni yuvdirishdan boshladim. Instagramda Aladin gilam yuvish korxonasida yuvilgan ayanchli ahvoldagi gilamlarni do'iy postli holatini ko'rib, ikkilanmasdan bu servisdan foydalandim. Narxlari boshqa joylardan ancha arzonligidan tashqari, servis ichida gilamlarni yig'ib olib ketish va yuvilgandan keyin solib joylashtirib berish xizmati ham bor ekan. Qizlarjonlar, bu korxonada har qanaqa ko'talikdagi gilamlarni, adyol, mягкий mebellarni yuvdirib, yengidek qilsalar ham bo'ladi. Ko'p joylarda gilamlarni yuvib olib kelishgandan keyin yaxshi qurmagani hisobiga namiqqan noxush hidlar kelib turadi, lekin bu safar yuvdirganimda hech qanaqa noxush hidlarsiz ishlatilgan sredstvalarning приятный hidlari ancha paytgacha gilamlarimdan kelib turibdi. Ortiqcha maqtashimga ham hojat yo'q, servis qanchalik sifatliligini, oq gilamlarimni do'iy postli holatini o'zi yetib turibdi. Siz ham gilamlaringizni 100% toza yuvadigan, asosiysi o'z vaqtida yetkazib beradigan gilam yuvish servisini qidirayotgan bo'lsangiz, обязательно Aladin gilam yuvish korxonasiga murojaat qiling.